لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. İstazhaka Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yawma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni kuldi. O'zidan o'zi kuldi. Faqila lahu ya Rasululloh, ma adhakaka? Sizni nima kuldirdi? Nimaga kuldingiz deydi. Qala qawmun yusaquna ila al-jannati muqarranina fi as-salasil. Bir qavmni ko'rdim, shunga kuldim dedi. Ularni deydi, zanjirband qilib jannatga so'rab olib ketishyapti. Oxirgi o'zi yurmaydimi? Yo'q, zanjirband qilib ketdilar. Nimaga shunaqa bular? Kimdir Alloh taoloni bergan ne'matlarni ko'rib egiladi, kimdir Alloh taolo boshiga imtihon solib qo'yganidan keyin egiladi. Kimdir Alloh taoloni bergan ne'matlarni ko'rib egiladi Allohga ixtiyori bilan. Kimdir boshiga musibat keladi, imtihon kelganda egiladi. Demak, bular kimlar ekan? O'sha boshiga imtihonni berib Alloh mashaqqatga kirgizib, Alloh degizib qo'yib turib, gunohini kechirib jannatga zanjirband qilib nima qilyapti? Olib kirib ketyapti. Qarang, mo'min odamga baribir foydada o'sha musibat kelgani ham. Agar inson ixtiyor bilan Allohga egilmasa, Alloh majbur qilib ham egib qo'yar ekan. Yaxshi ko'rgan bandalarini. O'sha musibat berganda egilyapsan, shunga ham rahmat birodar. Bu ham Allohning senga bo'lgan marhabati. Musibat kelgandan keyin egilyapsanmi? Bu ham yaxshi. Chunki birodarlar, payg'ambarlarning mo'jizasini naq ko'zi bilan ko'rib turib ham kofir bo'lganlar o'shuncha bo'lgan. Alloh taolo musulmon g'ofil bo'lib, dunyoga berilib, Allohni esdan chiqarib qo'yayotgan paytda bitta dard berar ekanda, yana qaytarib qo'yar ekan o'zini joyiga. Demak, musulmonga foyda ekan bu narsa ham? Foyda ekan.